Siz bo'lmasa shu gitara sohasida necha yildan beri o'qiysiz? 1 yilcha bo'lib qoldi. Eshitgan bo'lsalar, yangi premyera qo'shiq chiqqan. Ash qo'shiqda aytib berganinglarda zo'r ish bo'lardi, tarasa yaxshi ko'rardim o'sha qo'shiqni. Bitta ko'rsam bilan gitarangizni ham rosa qiziqaman-da. Vashi zo'r ekan. Torting qo'lingizni, ber desa beraverasanmi? Tur ketamiz. To'g'ri tushundingizmi endi? Balki qo'lim yuvmagandir. Buni formaga shunaqangi darajada bo'lib ketganmi, qizlar? Boring. Boring orqasiga. Ani bola yana kelyapti. Meni noto'g'ri tushundinglar qizlar, o'ma. Men sizlarga gap ochish maqsadida kelmadim yoninglarga. Yaxshi ko'rgan qizim bor o'zim. O'shani bugun tug'ilgan kun edi. Shunga bitta qo'shiq so'rab keldim. Menga qarang. To'xta, bo'ldi urishmaylik. Nima qo'shiq ekan? Zo'r aytganda qo'shadi. Eshitganmisiz? Yo'q, eshitmagan ekan. Qanday 1 yildan beri shu sohada ekansiz, bilmaysizmi? Yo'q, chalolmayman buni. Menga qarang, buni chalib ko'rgan odam biladi. Men ko'chada qilib yurgan ishlaringizdan qiyinroq buni chalish. Ko'rsam bo'la? Keyinroq ekan, qani ko'ring. Hozir men sizlarga sevgi tariximni aytib beraman. Bundan bir adashmasam 4 yil oldin. Bir qizni ko'rib qoldim, bir ko'rishda sevib qoldim. Jamolidan ko'z olmay, qarashlariga ado bo'ldim. Yuragimni yondirib sen, mozlanib kularding. Bir izladim seni, buncha zor etmagin. Aliya, men seni sevaman. Aliya, sen uchun kuylayman. Aliya, men seni sevaman. Aliya, sen uchun yashayman. Gitara chalishni bilarkansiz, bilmayman deb aldadingizmi? Meni ismim Dilobar, menga aytib bering. Hozir shunday qo'limni yuvib kelaymi? Aliya, men seni sevaman. Aliya,